Toshkentda 5000 qadam tadbiri davom etadi. Navbatdagi o'ziga xos sport bayrami Bektemir tumanida tashkil etildi. Ushbu tadbir Yangi O'zbekiston turar joy majmuasining tantanali ochilish marosimiga ulanib ketdi. Mazkur tantana Navro'z bayrami arafasida xalq sayliga aylandi. Bektemir tumani hokimiyati va qator tashkilotlar hamkorligida sog'lom turmush tarzi uchun 5000 qadam tadbiri tashkil etildi. Unda tuman aholisi, bolalar va o'smirlar sport maktabi tarbiyalanuvchilari, murabbiylar ishtirok etdi. Yurish tadbiri jismoniy faollikni oshirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va aholini ommaviy sportga jalb etish maqsadida o'tkazildi. Yurish marosimi O'zbekiston Milliy gvardiyasining otliq va moto guruhi vakillari tomonidan boshlab berildi. Turli yoshdagi fuqarolar faol qatnashib, birgalikda 5000 qadam bosib o'tishdi. Bunday tashabbus nafaqat jismoniy faollikni rag'batlantirish, balki jamoaviy muhitni mustahkamlashda ham ahamiyat kasb etadi. Ishtirokchilar sog'lom hayot tarzi va sportning ahamiyati haqida suhbatlar o'tkazib, birgalikda mashqlar bajarishdi. Mana biz bugun Bektemir tumanida 5000 qadam sport musobaqasida ishtirok etdik. Bu musobaqa bizning tumanimizda juda ko'p tashkil qilingan, lekin bugungisi o'zgacha. Bugungisi mana yaqinlashib kelayotgan Navro'z bayrami munosabati bilan o'tkazilayotgan sport musobaqasi bu har bir insonni sog'lom bo'lishi, hayot tarzi, turmush tarzida o'zgarish bo'lishi bilan birgalikda sog'liq uchun juda foydaliligini biz o'zimizda his qildik va mana bugun barcha bektemirliklar sport marafonida ishtirok etdik. Хочу выиграть чемпионат мира. Biz shug'ullanadigan velosport biroz qiyin. Bu kabi bayramlarda ko'p ishtirok etamiz. Istovchilar bo'lsa, shug'ullanishlari mumkin. Men o'zim ham do'stlarimdan eshitib mashg'ulotlarga borganman. Endi bo'lsa jahon chempioni bo'lishni orzusidaman. Tashkilotchilarning ta'kidlashicha, bu kabi tadbirlar kelajakda ham davom ettiriladi va yanada ko'proq odamlarni qamrab oladi. Sog'liq uchun 5000 qadam loyihasi Toshkentda va boshqa hududlarda muntazam o'tkazilishi rejalashtirilgan. Ushbu tadbir ortidan tumandagi Yangi O'zbekiston turar joy majmuasining ochilishiga bag'ishlangan bayram sayli davom etdi. Yangi O'zbekiston turar joy majmuasining rasmiy ochilish marosimi katta bayram sifatida o'tkazildi. Tadbir doirasida milliy sport turlari, jumladan kurash bo'yicha musobaqalar, ommaviy madaniy sport ko'rgazmalari ham tashkil etildi. Musobaqalarda yosh sportchilar va tajribali kurashchilar ishtirok etib, g'oliblik uchun murosasiz bahslarda ishtirok etishdi. Yuqori natijaga erishgan polvonlarga sovg'alar va mukofotlar topshirildi. Shuningdek, tadbir mehmonlari orasida o'zbek estradasi yulduzlari ham bo'lib, ular muxlislar uchun konsert dasturini taqdim etdi. Ochilish bayrami Navro'z arafasida o'tkazilgani munosabati bilan majmua hududida milliy taom tayyorlandi. Ayniqsa sumalak qaynatish jarayoniga barcha tashrif buyuruvchilar jalb etildi. Bu esa tadbirga alohida shukuh bag'ishladi. Bolalar esa bayramdan chinakam zavq olishdi. Ular uchun kichik workout va o'yin maydonchalari ajratilgan. Tantanali marosimda Yangi O'zbekiston turar joy majmuasidan uy xarid qilganlarga xonadon kalitlari topshirildi. Tuman rasmiylari va quruvchi korxona rasmiylari massivni barpo etishda jonbozlik ko'rsatganlarga esdalik sovg'alarini ulashdi. Bu yerda nafaqat zamonaviy yashash sharoiti, balki jamoatchilik uchun madaniy va sport tadbirlari o'tkaziladigan muhim maskanga aylanish kutilmoqda.